Dasturga uzpro.uzbmb.uz havolasi orqali kirishingiz mumkin. O'zingizni sinab ko'rish uchun kirish tugmasini yoki o'zingizni sinab ko'ring tugmasini bosasiz. Ro'yxatdan o'tish. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Ismingiz, familiya, shuningdek pasport ma'lumotlari, elektron pochta hamda shaxsiy parolingizni shakllantirasiz. Ommaviy oferta bilan tanishgan holda tasdiqlab ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Sizning elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuboriladi. Tasdiqlash kodini kiritgandan so'ng tasdiqlash tugmasini bosasiz. Muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Tizimga kirish uchun shaxsiy elektron pochtangiz hamda parolingizni kiritasiz. Tizimga kirgandan so'ng shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish zarur. Tug'ilgan sana, davlat tilingiz, yashash davlatingiz, millatingiz hamda jinsingiz ma'lumotlar saqlash tugmasini bosasiz. Imtihonlar ro'yxatidan o'zingizga mos imtihon kunini tanlab, imtihondan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. To'lov uchun sizga ikkita taklif beriladi. To'lov uchun kartangizni ma'lumotlarini kiriting. So'ngra to'lash tugmasini bossangiz, sizga SMS xabarnoma boradi. To'lov amalga oshirilgandan so'ng topshiriladiganlar ro'yxatidan o'zingizni tanlagan imtihoningizni topishingiz mumkin. Imtihonni boshlash tugmasini bossangiz, sizga imtihon oynasi ochiladi. Imtihonlarda sizga omad tilaymiz.